açsan erkin dost bular begona dost qadam qo'ymas esa hayronadir koshona dost qadam qo'ymas esa hayronadir koshona intizor harbiy dilawar yaxshi do'stlar pasmiga do'st qadam qo'ymas ekan vayronadir koshona do'st qadam qo'ymas ise hayronadir koshona yaxshi do'stlar davrasida ochilsa har zamon yaxshi do'stlar davrasida ochilsa har zamon ko'rgli barjon ichra topgay marvarid dildona ko'rgli barjon ichra topgay marvarid dildona dost qadr dost sab jahondan dost yüzmi bo'lsa ko'p yurur biz yar dushman bo'lsa sormaman deb kiydilar do'stni jonim qalbing keng
Açsan erkin dost bo'lar begonaman. Qalbing keng ochsang erkin dost bo'lar begonaman. Dost bo'lar obod uyingar bo'lsa hayron. Ortam yüreğim bağrıma dağda gül yağdı toya gülce. Ortam yüreğim dağda gül yağdı toya gülce.
yaqqancha bo'lmas. Yomon til yonida zaharli iloni chaqsada chaqqancha bo'lmas. Har odamga aytma dardi siringni, hasrat bo'lchi jisming yoqqancha bo'lmas. Hasrat jisming yoqqancha iltimosim gavharimga erurmani shayrodinglar. Iltimosim gavharimga erurmani shayrodinglar. Qurtarurman firaqingdan ko'z yoshli daryodinglar. Qurtarurman firaqingdan ko'z yoshli daryodinglar. Ko'z yoshli senden qolajaydir. Har qancha yashasang o'zing yaxshi yomon qolar so'zing. Har necha yashasang o'zing yaxshi yomon qolar so'zing. Xumor ko'zing gulday yuzing xumor so'lajaydir. Xumor ko'zing gulday yuzing xazon so'lajaydir.
tüysiz joya bir gün eltip koyacaydır. Eşiksiz tüysiz joya bir gün eltip koyacaydır. O'sgan yerlarda otlar bevaqt olmag'ay, yaxshi bo'lsa ayollar yerlar yuzi solmag'ay. Yalnız o'sgan yerlarda otlar bevaqt olmag'ay, yaxshi bo'lsa ayollar yerlar yuzi solmagay. Qaysi yerda chinakam xotir bo'lsa yigitlar, o'sha yerlari yovlarga pul bo'lmag'ay. Qaysi yerda chinakam xotir bo'lsa yigitlar, yerlari yovlarga pul bo'lmag'ay. Ot minmagan ot minsa cho'pa cho'pa o'ldirar.
Yovlarga qul bo'lmag'in Angiz o'sgan yerlarida Otlar bevaqt bo'lmag'in Yaxshi bo'lsa ayollar erlar yuzi so'l derler odam boshim qattiqdir toshdan derler odam boshim qattiqdir toshdan hayotda ne ishlar o'tmas bu boshdan hayotda ko'p Yaşashga tamani temirday yoshday qaytalanmas umr bo'lmasin Yaşashga tamani temirday yoshday qaytalanmas
Mal dostum başka yerde dostum deb yürgening düşman olmasın. Ayıp eylemeng dostlar, yodgor baxshi sizga aytgan bo'lsa yomon yaxshi. Yaxshi oshiq yeydi, yomon doshli. Nomardlarga aslo oshing tushmasin. Yaxshi oshiq yeydi, yomon doshli. Bog'dan tikan dostum deb yurgani düşman olmasın. Yomonlarga asla kunim kimdir eşik açar, kimler nur yapar, kimdir malham bo'lar, kimler tutar, kimdir eşik açar, kimlerdir yapar, kimdir malham bo'lar, kimler dur kokar. Kimdir sokin daryo, kimlerdir chopar. Kimdir sokin daryo, kimlerdir chopar. Buni umr derlar, kunduzli tunli. Buni umr derlar, shodlik qayg'ulik. Buni umr derlar, kunduzli tunli. Buni umr derlar, shodlik qayg'ulik. Kimdir ayağı yaz, tili bilen yurar. Kim bu türde bozulasa, kimlerdir güler. Ona yer shularga hayratla turar. Ona yer shularga hayratla turar. Buni umr derlar, kunduzli tunli. Buni umr derlar, shodlik qayg'ulik. Buni umr derlar, kunduzli
kuzli tunli buna umr derler. Şahin kaygı, buna umr derler. şanlı kaygı umidvor bo'lib yotgan
وبركاته عزيز أهل إيمان أهل إسلام مؤمن مسلمان برادران إكرام الله سبحانه وتعالى بعدد حمد وثنا وشكر olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e bir hesap durdu salavatlar olsun. Bugün azizlar barchamiz uchun aziz, hurmatli, qadrli xonadon ahli egalari. Sayyid Rasul Hoji bobamiz boshchiliklarida o'g'illari Rahim Hoji akamiz qizlarini voyaga yetkazib, iboliy, hayoli, or-nomusli, iffatli, bilimli, ilmli qilib, go'zal ta'lim tarbiya berib, ota-onangizga sizga ming rahmat deydigan qilib ta'lim tarbiya berib, ana endi Kamoliddin akamiz bilan qula andi bo'lishlikni Alloh nasib etadi. Va mana shu kelin kuyovlarimizning to'ylariga siz biz azizlar loyiqli guvoh o'tiribmiz. Alloh taolo o'zi muborakbod aytsin. Azizlar qarang. Ayni mana shunday go'zal holatda o'tirishimizga doim shuni to'ylarda aytaman. Bizni millatimizdagi xulqi odobi go'zal, muomalasi go'zal, yurish turishiyu, hayot kechirishiju, qula andachiligiyu, muomalasini go'zalligimiz azizlar. Odobimizning go'zalligi alhamdulillah deb aytaman. Dunyodagi xalqlarga namuna bo'ladigan biz xalqmiz, to'g'rimasmi? Mana shunday. Shuning uchun azizlar, mana yoshi ulug' ota-onalarimiz, ojizodalarimiz o'tiribmiz azizlar. Ana shuni eslatib turing. O'g'illar yetaklab keladilar, o'z otalarini qadri huzur qilinadi. Bu qanday ham go'zal. Kirib keladilar, mana qudalarimiz, avlodagi yoshi ulug'larimiz, ketidan yoshlarimiz, bu qanday ham go'zal. Muomala, qula andachilik, xalqimiz aytadiki, azizlar, qulachilik deydi, nima deydi? Meyilchilik deydi. Qudalarga alohida joy, hurmat, ehtirom, amr ma'ruf, Qur'on tilovat, jamoat bilan duo. Mana bu nihoyatda ulug' bir fayz, Alloh taoloning rahmati, barokati. Ana nikoh to'yini dohida ekanmiz. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nima deydilar? Aytadilarki, qarang. Qala Rasululloh sallallahu aleyhi ve sellem: "An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni." dedilar sadaqa Rasululloh. Sizlar oilali bo'lib, nikohli bo'lib hayot kechirmoqlik bu mening sunnatimdandir. Kimiki vaqti soati yetgan bo'lsa, imkoniyatlari yetarli bo'lib turgan bo'lsa, lekin oila qurmasa, ular bizdan emas dedilar. Ana nikoh deyilganida azizlar, sizu biz ota-onalar farzandlarimizning vaqti soati yetdimi, darhol ularni oilali nikohli qilib qo'ying. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyrug'i. Hisoblari, hadislar oilali qilib qo'ying dedilar. Ana endi biz imom domlalar azizlar, endi kelin kuyovlarimizni nikohlarini ado qilar ekanmiz. Ana shu nikoh o'qiyotgan vaqtimizda shariat ahkomlarini, Alloh taoloning buyrug'ini, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ning hisoblarini aytamiz. O'tirgan hammamizga taalluqli bo'ladigan so'zni aytamiz aslar xos. Kuyov bola deymiz. Mana xudolarimiz o'tirishibdi. Kuyov bola. Shuni biling. Kelinni ota-onasi olib yuvib, oqlab, ta'lim tarbiya berib,
katta ishonch. Bu ishonchni oqilanki, bu dunyoda ham, ertaga qiyomat kunida ham Alloh taoloning oldida javobgarsiz. O'tirgan hammamiz qiyomat kunida nikohimizni olgan ahli ayolimiz uchun Alloh taoloning oldida javob beramiz. Qanday javob beramiz? Qarang, qiyomat kuni haq. Do'zax bu jannat haq. Savol javob haq. O'tirgan bu jamoatimiz ichida qiyomat kuni bormikin? Savol javob bo'larmikin deyilgan gumonga bo'ladigan bo'lsa, bu musulmon bo'lmaydi. Qalbimiz bilan, dilimiz bilan, tilimiz bilan iymon keltirganmizki, qiyomat kuni haq ekanligi. Savol javob haq ekanligiga biz iymon keltirib musulmon bo'lganmiz. Ana shunday qiyomat kunida har bir jon o'zi bilan o'zi ovora o'tirgan holatimizda yo Rabbi, namozni o'qidim, Qur'oni kalomullohga amal qildim, oilamni haloldan berdim, haromdan hazar qildim, senga toat va ibodat qildim, taqvo qildim, gunohdan tiyildim deb Alloh taoloning mukofoti jannatdan umidvor bo'lib turgan holatimizda Alloh taolo biz erkaklarga, oila rahbarlariga alohida bir savolni bo'ladiganki, ey bandam, senga omonat qilib berilgan, nikohiga olgan, jufti halolingni, ahli ayolingni haqqini ado qildingmi degan Alloh taoloning biz erkaklarga qiyomatda alohida Allohning savoli bor. Ana shu eslatib o'tamizki, kuyovlarga oila degan ne'mat shunday ulug' ne'matki, Alloh taoloning oldida javob berganlar. Vallohi azizlar, ana shuni yana eslatib o'tamizki, kuyovlar shuni biling, kelinni ota-onasi butun umrga aziz farzandi sizga shunday ishonadilar. Biz qizimizni qanday avaylab asragan bo'lsak, qizimizni qanday e'zozlab ehtiyotlagan bo'lsak, hurmatlagan bo'lsak, endi kuyovimiz ham, kuyovimizning oila a'zolari ham qizimizni avaylab, asrab, e'zozlab, ehtiyotlab, hurmatlab hayot kechiradilar degan kattadan katta ishonch va umid bilan aziz farzandlarini kuyovlari sizni qo'lingizga butun umriga ishonch topshiryaptilar. Bu katta ishonch. Bu katta ishonchligini azizlar buni qiz o'stirganlar biladi. Bizda xalqimizdagi iboli, hayoli xalq namuna bo'ladigan buni avvalida bekorga aytmadim. Qiz o'stirayotgan ota-ona butun vujudini berib o'stiradiki, qizim bu mani yuzim, qizim bu mani or-nomusim, iffatim, hayoyim deb har ota-onaki biz qizlarimizni shunday butun vujudimizni o'rtaga qo'yib voyaga yetkazamiz. Ana shuning uchun azizlar, alhamdulillah, buni ham xudo andalarimiz qadrlab, e'zozlab, shunday bir go'zal qaynotalarning gapi borki, yaxshi bir odam bilan o'tirib qoldik, shuni aytadilar. Yoshlari bo'lib otaxon, domlalar, qiz kelinlar oldik, nabira qiz kelinlar oldik. Shu kelin olgan vaqtimizda mana shu ibrat bizga. Ahli ayolimni o'tkazardim, o'g'limni o'tkazardimda yoshlik vaqtida. Ey onasi, bu kelin bizning qizimiz bu. Bizning naslimizning, zurriyotimizning davomchisi bu, sababchisi bu. O'zimizni bolamizdek qo'yaylik. O'zimizni farzandimizdek avvalab asraylik deb ayolimga ham, o'g'limga ham va nabira o'g'llarimga ham buni doimiy eslatib turardimki, mana bu kelin o'zini oilasiga muhabbat qo'ymasin deb dedilar. Mana shu qizlarga tarbiya. Alloh subhanahu va taolo shuning uchun azizlar biz erkaklarga, oila rahbarlariga shariat shuni buyuradi. Endi kelinga navbat keladigan bo'lsa, ahli ayol onalarimizga, kelin qizlarimizga bir hadisi muborakni qalbiga joylab
Bu qanday ayollarga? Qarang. Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadilar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, dunyodagi eng yaxshi ayol dedilar. Dunyodagi eng yaxshi ayol eri unga qaragan vaqtida eriga tikka boqmaydi. Ibo hayo bilan yuzini ko'zini yerga qaratgan ayol. 5 vaqt namoz, ro'za Ramazonni ado qilgan, o'zini noma'lum erkaklardan ehtiyot qilgan, oilasini, erini, molini ehtiyot qilgan. Va eng oxirgisini qarang, erini roziligini Alloh taoloning rizoligiga teng qilgan ayol dedilar. Qiyomat kunida jannatni xohlagan eshigidan Alloh taolo jannatga kirgizib yuboradi. Kimlarga? Oxirgisini aytadiki, erini roziligini Alloh taoloning rizoligiga teng qilgan ayol qiyomat kunida jannatni xohlagan eshigidan Alloh kirgizib yuboradi. Mana shu baxtni, mana shu martabani, mana shu mukofotni, mana shu ne'matni bu kelin kuyovlarimizga Alloh taolo o'zi nasib etsin. Qarangki, bu jamoat bilan bo'ladigan duolariga farishtalar ham amin, amin deb turar ekan. Bu aziz xonadon Sayyid Rasul Hoji buvamizni Alloh maqomlari ulug' bo'lsin. Nihoyatda el xalqi orasida oxiratli, kamtarin, fazilatli inson bo'lganliklari uchun ham bu to'yxona mana shunday to'liq jamoat bilan jamlangan bo'ldi. Kamoliddin akamiz hammaning xudolarni hurmat, ehtiromga ega bo'lganliklari uchun va oqibatli bo'lganliklari uchun jamoat jamlanib shuncha jamoat bilan birgalikda oqibat shunga keltirdi. Ana shuncha aytadilarki, azizlar, insondagi eng oliy fazilat nima dedilar? Insondagi eng oliy fazilat bu mehr, oqibat dedilar. Insondagi eng yomon fe'l qaysi desa beoqibatlik dedilar. Ana shuning uchun azizlar, bu kelib turgan jamoatimiz nima uchun desa, hammamizni xonadonimizda bir piyola taomimiz bor. Lokin kelganimizning boisi bu xonadonga bo'lgan hurmat, ehtirom, oqibat uchun jamoatga bo'lib turibmiz. Alloh taolo o'zi muborak aylasin. Suhbatimning yakunida bir so'zni aytib qo'ymoqchimanki, mana bu o'tirishimizning go'zalligi, ko'zlarimiz quvonadi, qalblarimiz quvonadi. Otalarini, padari, buzruklarni yetaklab kelayotgan o'g'illarga baraka topsin. Ana shu nozik joyni aytib qo'ymoqchimanki, azizlar, mana shu do'stingiz, otaxon do'stingiz o'g'lini alohida bir tortib, "Ey bolam, senga ming rahmat. Otangni duosini olyapsan. Har masjidga borasan, har bu tadbirga borasan, qayerga boradigan bo'lsa darrov yetaklab mashinangga savol olasan. Sen otangni duosini olyapsan. Baraka top. Bilginki senga ham bolalaringdan qaytadi deb, ana shu otasini yetaklab yurgan bolalarga yodlarga eslatib qo'ying. Toki u ham xursand bo'lsinki, alhamdulillah. Otamni duosini olyapman, ota-onamni duosini olib xizmatlarini qilyapmanki, inshaalloh taolo bolalarimdan menga ham qaytaraykan deydi. Ana shuni yaqqol guvohimiz bo'lib, mana shu guvohimizga azizlar, xonadon ahli egalari ham, Rahim Xo'ja akamiz ham otalarini duolarini olyaptilar. Ota-onalarini duolarini olyaptilarki, mana shunday maqomga, mana shunday martabaga erishilyaptiki, bu farzandlaridan, nabiralaridan qaytishlarni Alloh o'zi nasib aylasin. Suhbatimizni yakun qilar ekanmiz. Qisqa Qur'oni kalomullohni o'qiganimizdan so'ng hammalarimiz qalban kelin kuyovlarning haqqiga, bu oilalarni, xudo analarning haqqiga birgalikda duo qilamiz. Bu jamoat bilan bo'layotgan duolarimizga farishtalar ham inshaalloh amin, amin deb turadilar. أعوذ بالله
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Parvardigora o'qilgan barcha Qur'oni Karomi Sharif duolarimizdan qilinayotgan nikoh to'y ehsonlaridan hosil bo'ladigan savoblar to'y xonadonga bosh bo'lib turgan Said Rasul hojibomizdan o'tib ketgan ota odam ajdodlarini Xo'ja hoji otamizni Zarofatxon buvijon Norxo'ja doda Mehrixon buvijonlarni Alloh o'zing alaykum rahmat shoistali jannat qabrlarini Qur'oni Karimulloh nuri bilan Alloh o'zing munavvar aylagin. Hurmatli quda andalardan o'tgan Kamoliddin akamizdan ham o'tib ketgan doda bu ajdodlarni Alloh taolo o'zing shoistali jannat aylagin. Oqibat qilgan, hurmat qilgan, amin deb qo'llarini duoga ochib turgan barcha aziz jamoatlarimizdan ham o'tganlarimizni Alloh shoistali jannat qil. Parvardigoro bu nikoh to'ylari bo'layotgan kelin kuyovlarimizni Alloh o'zing baxtli, saodatli, xayri balog'atli hayot kechirmoqliklarini Alloh o'zing nasib qil. Har ikkala quda andalar mana Rahim Xo'ja akamiz bilan Kamoliddin akamiz yaxshiyam quda anda bo'lmiz. Yaxshiyam farzandlarimizning taqdirotini Alloh birga qilding. O'ylaganimizdan afzal quda andalarini Alloh bizga nasib aylading deb yil o'tmasdan nabira ne'matlarni haqqilariga duoyi xayrlar qilib hayot kechirmoqliklarini Alloh nasib ayla. Amin deb turgan jamoatimiz ichida o'g'il uylayman, qiz uzataman deb turganlarimizga mana shunday go'zal xudo andalar, go'zal to'ylar qilishliklarini Alloh nasib qil. Parvardigoro Haq subhanahu va taolo o'zing elimizni, xalqimizni jannat makon bu diyorimiz Alloh taolo o'zing turli xil arozi, samoviy balo ofatlardan o'zing panoh saqla. Bu to'yda xizmatda bo'layotgan hurmatli hofiz xonanda ko'kalarimizni, o'rtada xizmatda bo'layotgan ko'kalarimizni, oshpaz choybazlar barchalarini Alloh o'zing iymonlarini o'zing salomat qil. Va sallallohu ta'ala ala xayri Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in li rahmatika ya arhamar rohimin. Assalomu alaykum rahmat. Muborak bo'lsin. Navbatda endi yana hurmatli hofiz xonanda akalarimizga ehtirom qilamizda barchalarimiz taomlarga, dasturxonlarga e'tibor qilamiz. Rahmat azizlar, muborak bo'lsin.
Otelda xalqon boshing ko'p savdolar ko'radigan dunyoda sulton eşiksiz kimsiz dünyaya bir gün et koyacağım. Eşik ay büzüler güçlü saray ay kaşkala
Thank you.
Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli qudalar. Qudalarimizni kelishgan holatda 10 minutdan turib ketmaysizlar. İşte bundan tashrif qo'yamiz. Undan avval Hoji akam dasturxonga duo qilib beradilar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah qo'llazi. At'amana va saqana va ja'alana minal muslimin. Rabbim Allah, Rabbim Allah, Rabbim Allah. Senga hamd sanolar bo'lsin. Allohim tirikchilik xotirjam fayz barakani bergin. O'tganlarda Alloh rahmat qilgan joylar jannatda qilgan qorong'ularni yorib qilgan oltin. Allohim meni qilgan xayr ehsonlarni Alloh dargohingda qabul qilgin. Xatosi bo'lsa o'zing kechir, kamigari bo'lsa o'zing to'ldirgin. Falokatlardan Allohim o'zing saqlagin, bilib bilmasdan gunohlarimizni o'zing kechirgin. Allohim to'ylarni chiroyli, fayzli, barakali bo'lib o'tishlarini nasib qilgin. Yoshlar qo'sha qari, baxtli, saodatli, bola chaqali, boy badolat bo'lib yurishlarini nasib qilgin Allohim. Qudalarda qudachiligi abadiy bo'lishini nasib qilgin Allohim. Allohim yana shu kunga oramizdan xato bo'lmasdan sog' salomat bo'lib, beshga sog' salomat haqiqat to'ylarga kelishimizda hammamizga Allohim nozing nasib qilgin. Rabbana atina fid dunya hasana fil oxirati hasana va qina azabannar. Rahmatga marhamat. Hammamizga hurmatli bo'lgan Kamoliddin aka xudo. Kamoliddin aka keling. Keling, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bo'lib boramiz. Boshqa qo'shinglar. Başladı. Yoshlarimiz haqiga duo qiling. Amin. Tani sog'lik, xotirjamlikni bersin. Yurtimiz tinch bo'lsin, xonadonlarimiz obod bo'lsin. Amin. Yoshlarimiz qo'sha qarisin, juvoli bo'lsin. Sir farzand, sir davlatli bo'lsin. Allohim o'zing bergan farzandni hammamiz ham yangi yaxshi to'ylarida, yaxshi ko'llarida, yaxshi ko'llarida mana shu ikkita quda qolgandek hamma kelgan o'rtoqlarni hammasi eson omon qatnashib o'zini bolalarini o'zlari joylab o'zlarini to'ylarini qilishini Rasululloh ro'za aytdi. Amin. Yoshlarimiz qo'shga qarasin, ana shu qudalarimiz akilligi abadiy bo'lsin. Amin. Yoshlarimizni har doim yaxshi kunlarda yaxshi o'tishga nasibi ro'za aylasin.
Şandır ölgün Pirhan nazik Kadin nazik Kaşin nazik Gözin nazik Lebin nazik Yüzün nazik Gözin nazik Çiğdiri Eden nazik Hatimdir sebze-i reyhan Çindir Kevser-davi Hatimdir sebze-i reyhan Çindir Kevser-davi Nice usta irimiz Gülzari Şahanazi Hadi nazik Hoşi nazik Çiğdiri Eden nazik Kezi nazik Hoşi nazik Çiğdiri Eden nazik İki nergiz, iki gün, iki teya, iki çamurlar. Şirindir, hanalayar, kaleylik, acıman ozi. Üveysi uz, uzince, sözlemetin zebani. Abada tegmesin nazik Tringe sözlegen nazik Hadi nazik Kaşın nazik Gözün nazik Lebin nazik Gözün nazik Sözün nazik Çiğdiri Eden nazik Kelinimiz, kuyovimizga baxt tilaymiz. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin. To'y qilganlar ikkala tomon ham yoshlarni rohatini ko'rsin. Shu to'yga kelib xizmat qilishimizga sababchi bo'lgan mani bir qadrdon do'stim akaxonimiz bor. Shu inson orqali xizmat qilyapmiz. Do'stimiz bir ustozimiz ashulalarni so'rardi. Shu insonni iltimoslariga men hozir ashulalarni aytib beramiz. Sog' bo'linglar, rahmat.
Yoshlar baxtli bo'lsin. Mana shu akamiz ham salomat bo'lsin. Butun san'atkorlarni targ'ibot qilib yuradi. Sog' bo'ling. Qolaversa, mana shu do'stimiz bizni taklif qilgan do'stimiz juda ham bir ota-onasini boshiga ko'tarib hurmat qiladigan yigit. Shu yana bitta ashula beraman siz uchun. Omon bo'ling. Zibo bu dunyo, ular mehri
Ular gapirganda kirma qoshingni oltin bo'lsin desang, olgan toshingni. Otang onang gapirganda kirma qoshingni oltin bo'lsin desang, olgan toshingni. Har tong huzurda egil boshingni, har doim huzurda egil boshingni. Otang bilan onangni ranjitma hech, otang bilan onangni ranjitma hech. Go'dakliging balki eslab turursan, ota bo'lgach otang qadrin bilursan. Vaqt o'tmasin, so'ng pushaymon qilursan. Otang bilan onangni ranjitma hech. Farzand insonning ko'zi oqu qorasi. Ne iloj odamning bordir olasi. Har ne bo'lganda ham gapning sarasi, nima bo'lganda ham so'zning sarasi.